alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan Tangirov Sanjar. Bugun qanaqa qilib kompyuterni tez o'chirib yoqishni o'rganamiz. Ko'pgina muxlislarimiz aytishicha, oxirgi paytlarda kompyuterlar juda sekin o'chib yonayotgan ekan. Demak, bugun buni sozlashni o'rganamiz. Boshladik bizga. Birinchi Windows knopkasi bilan R so'zini bosamiz. Va bu yerga regedit so'zini yozib, ok so'zini bosamiz. Endi bu yerdan local machine so'ziga kiramiz. Va bu yerdan systemga kiramiz. Bu yerdan mana bunga kiramiz. Current control set menimcha. Uncha inglizcha o'qishni bilmayman. Keyin control kiramiz. Mana bu yerda control kirganimizdan keyin meni biroz o'ylantiradi. Hozir bu yerda varaqqa qaramasam yodimdan chiqib ketadi. Demak, control system manager so'ziga kirishimiz kerak ekan, papkasiga. Albatta buni videoning tagida yozib qoldiraman. System manager. Keyin esa bu yerdan memory Magomed adashmasam qanaqadir yozilgan. Mana kirdik va adashmasam bu yerdan hozir Preflex Masters va bu yerga kiramiz. Mana endi bu yerga kirganimizdan so'ng bu yerda mana bu yerda bizda 3 turibdi. Agarda siz Windows XP da yoki Windows 8 da kirsangiz ham xuddi mana shu narsalar chiqishi kerak. Hech bo'lmaganda 3 ta chiqadi. Mana bu 3 yozuvni yodingizdan chiqarmang, o'shani biz o'zgartirishimiz kerak. Demak, endi bu yerga mana buni topamiz. Angliyskiy o'qiy olmayman uncha, o'zlaringiz ko'rib turganingizdek. Demak, mana bu bizda. Mishka yon tarafini bosamiz, izminit so'ziga qo'yamiz va 3 so'zini olib tashlab 5 ni qo'yamiz. Ya'ni 5 ni qo'yamiz va ok so'ziga bosamiz. Endi X ga bosib chiqib ketsak ham bo'ladi. Demak, endi kompyuterni o'chirib yoqqanda juda ham tez o'chib yonadi. Ya'ni oldiniga sekin o'chib yonayotgan bo'lsa, hozir juda ham proses tez o'chib yonishi kerak. Albatta buni sizlar sinab ko'ringizlar va kommentariyalaringizni kutaman. Agar yordam bergan bo'lsa, like bosishni unutmang. Xayr, sog' bo'linglar. Keyingi video urug'larda uchrashguncha omad.